Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Biz sizlar bilan o'tgan darsimizda 9-mavzuyimizni boshlab olgan edik. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan 9-mavzuni davom qildiramiz. Demak, 9-mavzuyimizning 3-qismiga keldik. News stories. Demak, yangiliklardagi hikoyalar, reportajlar ya'ni. Goals. Use ago to say when something happened. Demak, ago o'tgan zamonni bildiruvchi so'zni biz voqea hodisalar qanchalik vaqt oldin sodir bo'lganini ifodalash uchun foydalanishni o'rganamiz. Hamda say about the last time. Ya'ni o'sha o'tgan oxirgi marotaba siz bilan bo'lgan voqea hodisani gapirib berishni o'rganamiz sizlar bilan o'quvchilar. Demak, birinchi mashqimizda look at the restaurant bill. Demak, restoranda keltirilgan chekka qarang. Why is it unusual? Nima uchun u noodatiy? Mana ikkinchi mashqda bu yerda chek keltirilgan subtotal, ya'ni subtotal degani siz yeb ichgan, ya'ni tanovul qilgan yegulik ichimliklaringizni, yeguliklaringizni umumiy o'sha narxi va tip choy-chaqa va uning oxirida total, ya'ni hammasi umumiy hisoblanganda, demak umumiy hisoblanganda bu yerda tanovul qilgan inson $88 narsa yegan, lekin choy-chaqa uchun $3000 choy-chaqa tashlab ketgan va umumiy hisobda u $3088 to'lovni amalga oshirgan. Nima deb o'ylaysiz? Nimasi bilan bu noodatiy? Ha, albatta bu yerda demak o'quvchilar tip, ya'ni choy-chaqasi bilan. Qarang, $88 tanovul qilgan, lekin $3000 choy-chaqa tashlab ketgan. Judayam noodatiy bo'lgan choy-chaqa puli. Keling endi shu haqida biz mana bu matnchani o'qib olamiz. Demak, read the news story, answer the questions. Savolga javob topamiz. Pastida demak savollar berilgan. Biz buni o'qiymiz sizlar bilan birgalikda va savollarga javob topamiz. Unusual tips. Noodatiy choy-chaqalar. Customers in American restaurants always leave a tip for the waiter or waitress. Demak, Amerika restoranlarida mijozlar ko'pincha ofitsiant erkak yoki ayol kishiga deydi, demak choy-chaqa tashlab ketishadi. Normally, the tip is between 10 and 20% of the cost of the meal. Demak, odatda choy-chaqaning narxlari, demak, yeb ichgan taomingizni 10 yoki 20% ni tashkil qiladi. But 6 months ago, in Michigan, a customer left a $3,000 tip on an $88 bill and it wasn't a mistake. Demak, lekin 6 oy oldin Amerikaning Michigan shtatida $88 yeb ichgani uchun bitta mijoz $3000 choy-chaqa tashlab ketdi. This started a fashion for big tips all over America. Va bu Amerika bo'ylab rusumga kirdi. Ya'ni ommalashdi, modaga kirdi. Last week, a worker in a fast food restaurant in California got a $100 tip for a $4 drink. And yesterday, a lucky waiter in Los Angeles got a $6,000 tip for his service. Demak, o'tgan hafta fast food tez tayyor bo'ladigan ovqatlar restoranida Kaliforniyada, ya'ni bitta ofitsiant, ya'ni ishchi $4 kimdir $4 ichimlik ichgan, lekin $100 choy-chaqa tashlab ketgan. Va Los Anjelesda va kecha Los Anjelesda ham demak bir omadli ofitsiant qilgan xizmati uchun $6000 choy-chaqaga ega bo'ldi. $6000 tasavvur qiling, ha? Demak, no one knows the names of the givers, but people think that it is a group of internet millionaires from California. Hech kim bu choy-chaqa berib ketuvchilarning ismlarini bilmaydilar, lekin odamlar o'ylashadiki, demak bu internetda o'sha internetdagi millionerlar jamoasi hisoblanadi. Kaliforniyadan. They have a lot of money and they want to help poor people. Ularda juda ham pul ko'p va ular kambag'al odamlarga yordam berishni xohlashadi. Demak, mana o'quvchilar o'qib oldik. Noodatiy choy-chaqalar
Demak, birinchi savolimiz What's a normal tip in America? Demak, Amerikada odatiy choy-chaqa qancha miqdorni tashkil qilar edi? O'zingiz mana shu matnga yana bir marotaba qaraysiz va javobni yozib olasiz. Keyingisi What happened 6 months ago in Michigan? Demak, 6 oy oldin Michiganda nima sodir bo'ldi? Yoki bo'lmasam What happened last week in California? O'tgan hafta Kaliforniyada nima sodir bo'ldi? Va What happened yesterday in Los Angeles? Va kecha Los Angelesda nima sodir bo'ldi? Keyingi savolimiz, 3-savol, Who did it? Bu ishlarni kim qilar edi? Matndan kelib chiqqan holda o'quvchilar siz javoblarni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi Why did they do it? Nima maqsadda bu ishni qilishadi bu insonlar? Demak, hamma savolimizga javoblar matnning ichida albatta bor. Sizlar bilan o'qib chiqdik, tarjima ham qildik o'quvchilar. Sizga notanish bo'lgan so'zlar bo'lsa, albatta yozib oling. Demak, endi o'quvchilar sizlar bilan grammar focus, ya'ni egoni o'rganadigan qismga keldik. Oldin ego so'zi asosan o'tgan oddiy zamonda ishlatiladi, ya'ni past simple'da ishlatiladi va oldin degan ma'noni beradi. Misol uchun 2 kun oldin, 1 soat oldin, 1 hafta oldin, 3 yil oldin singari biz iboralarni qo'llamoqchi bo'lsak, o'tgan zamonni ifodalamoqchi bo'lsak ishlatamiz. Mana bu yerda qoidani ko'rib chiqamiz keling. We use ago to say when something happened in the past. Demak, biz agodan biror bir ish harakat, o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatni qanchalik vaqt oldin sodir bo'lganligini ifodalash uchun qo'llaymiz. Misol uchun bu yerda mana past o'tmish 2011 ya'ni 2011-yil va o'rtadagi yil berilgan 2013 va hozir 2016 now. Demak, endi qarang. 2011-yilda left school, ya'ni 2011 left school, maktabni bitirgan 2011-yilda. And 2013 got married va 2013-yilda uylangan yoki turmushga chiqqan. Va hozir esa yilning 2016-yili, ya'ni 2016. Xo'p, misolni o'qiymiz, qarang. I left school 5 years ago. Men 5 yil oldin maktabni tugatdim. Chunki hozir 2016-yil, 5 yil orqaga qaytadigan bo'lsak 2011-yil va 2000 bu yerdagi ko'rsatilgan diagrammada esa u 2011-yilda maktabni tugatganligi yozilgan. Shuning uchun ham gapimizni biz shu tarzda tuzdik, ya'ni tuzilgan bu yerda. I got married years ago. Necha yil oldin demak turmush qurgan bo'ladi. Hozir 2016-yil, 2013-yilda turmush qurgan va 3 yil oldin turmush qurgan hisoblanadi. Ya'ni I got married 3 years ago. Men 3 yil oldin demak turmush qurdim. Mana shunday tarzda biz ishlatamiz va e'tibor bering o'quvchilar, ego so'zimiz hamisha gapning oxirida keladi, ya'ni nuqtadan oldin bo'ladi. Shunga e'tiborli bo'ling. Demak, siz hozir o'quvchilar mana shu qoida asosida 4-B mashqni bajarasiz. Bu yerda rewrite sentences 1 to 5 using ago. Bu yer 1dan 5gacha bo'lgan gaplarni siz qaytadan yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ego so'zidan foydalangan holda. Bu yerda yillar keltirilgan. Siz bu yillarni o'rniga hozir mana 2016-yil tasavvur qiling, hozir 2016-yil, siz mana o'sha yildan orqaga qaytib yozishingizga kerak mana shu 2016-yildan orqaga qaytgan holda demak yozishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun birinchisida he got married in 2010. U 2010-yilda turmush qurdi. He got married 6 years ago. U 6 oy oldin turmush qurdi. Ya'ni uylandi ma'nosida. Yoki bo'lmasam ikkinchida bizda yil emas, hafta kuni berilgan ekan Sunday. Demak, siz hozir darsimizni qaysi kuni tomosha qilyapsiz, qaysi kuni o'rganyapsiz? Bu dushanbami, seshanbami, chorshanbami? Mana shu kundan orqaga qaytib sanab, yakshanbagacha qanchalik kun ekanligini siz sanagan holda yozishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun hozir dushanba, to'g'rimi? Kecha yakshanba edi. Shunda men quyidagicha gap tuzishim mumkin. I saw her one day ago yoki a day ago. Men uni bir kun oldin ko'rdim. Xuddi shunday tarzda siz tuzishingiz mumkin bo'ladi o'quvchilar. O'quvchilar, demak biz pronunciation qismiga yetib keldik. Demak, word stress in two syllable
vowels. Demak, ikki bo'g'inli so'zlarda urg'uni qo'yilishi. Bilamizki biz shva sound, ya'ni o'sha tomog'imizdan chiqadigan tovushda bilamizki biz ingliz tilida shva sound mavjud bo'lgan bo'g'inga urg'u bermaymiz. Shunday ekan, shu narsaga e'tibor bering o'quvchilar. Agar bir bo'g'inli so'z bo'ladigan bo'lsa, demak, o'sha bo'g'inning o'zi urg'u oladi. Chunki boshqa bo'g'in yo'q u so'zda. Hozir siz ajratib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shu ustunlarga ekraningizda ko'rinib turganidek. Masalan, birinchi ustunga birinchi aylanamiz katta, ikkinchisi kichkina. Bu degani birinchi bo'g'inga urg'u tushadigan so'zlarni birinchi ustunimizga, ikkinchi ustunga esa ikkinchi bo'g'inga urg'u tushadigan so'zlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda masalan answer, answer birinchi bo'g'inga urg'u tushyapti. Ikkinchisida esa about, about, ya'ni birinchi tovushimiz bu yerda shva sound bor birinchi bo'g'inda. Shuning uchun ham ikkinchi bo'g'in urg'u olyapti. O'quvchilar, siz listeningni tinglaysiz, 9-ni, 12-sini tinglagan holda so'zlarni mana shu ustunlarga joylab chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar bu narsa sizda qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa, albatta siz English lug'atidan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni ingliz tilini o'zini izohli lug'atidan foydalansangiz, u yerda mana shu so'zlarni urg'u qaysi bo'g'inga tushishini albatta ko'rsatib berilgan bo'ladi. Va shuni bilingki, misol uchun o'zbek tilida urg'u qaysi bo'g'inga tushadigan bo'lsa, biz o'sha urg'uni belgisini o'sha bo'g'inning ustiga yozamiz. Lekin ingliz tilida aksincha o'sha bo'g'inning boshiga yoziladi. Misol uchun mana bu yerda ekranda ko'ringan answer so'zingiz, bu birinchi bo'g'inga demak urg'u tushyapti. Urg'umiz mana shu yerda joylashadi, mana. Xuddi shu yerda joylashadi. Birinchi bo'g'inimizni boshida joylashadi. Demak, bu degani birinchi bo'g'in urg'u olayapti degan ma'noni anglatadi. Demak, agar siz lug'atdan qaraydigan bo'lsangiz, adashib qolmang ma'nosida. Demak, lug'atda siz so'zlarni qaraganingizda adashmaslik, chalkashmasligingiz uchun tushuntirib o'tyapman o'quvchilar. Albatta siz uchun o'ylaymanki foydali bo'ladi bu maslahat. Xo'p, demak, endi keyingi mashq. 6-mashqda siz practice saying sentences 1 to 4. 1 dan 4 gacha bo'lgan gaplarni talaffuzda aytilishini mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bilamiz, ingliz tilida ba'zi so'zlar bir-biriga ulangan holda xuddi bir so'zdek talaffuz qilinadi, ya'ni bir havo zarbi bilan chiqadi. Shu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak o'quvchilar. Demak, I had a meeting 2 hours ago. I had a meeting 2 hours ago. yoki is this the correct answer? Is this the correct answer? yoki I can't decide what color to wear. I can't decide what color to wear. Va keyingisi I know a good story about a lucky waiter in a hotel. I know a good story about a lucky waiter in a hotel. Xuddi shu tarzda. E'tibor beradigan bo'lsangiz o'quvchilar, bu yerda noaniq artikel, ya'ni a artikli so'zlarimizga qo'shilgan holda talaffuz qilinyapti. Shu narsaga e'tiborli bo'ling. Demak, o'quvchilar, 7-mashq sizga uyga vazifa bo'ladi. Siz bu yerda when was the last time you did these things? Make notes. Quyida 6 ta demak iboralar berilgan mashg'ulotlar, ya'ni siz mana shu mashg'ulotlarni oxirgi marotaba qachon qildingiz? 1 kun oldin, 1 soat oldin, 3 yil oldin yoki bo'lmasam 1 hafta oldin. Mana shunday ego so'zimdan foydalangan holda siz gaplarni tugallab, to'liq shaklida yozib chiqishingiz kerak bo'ladi, ya'ni o'zingizga moslagan holda. Misol uchun play sport. Men sport bilan asosan 3 yil oldin shug'ullanar edim. Xuddi shunday gap desam, qarang. I played sport 3 years ago. Men 3 yil oldin sport bilan shug'ullanardim, ya'ni sport o'yinlarini o'ynar edim. I played. So'zlarimizga, ya'ni fe'llarimizga ham e'tiborli bo'ling o'quvchilar. O'tgan zamondagi gapni yasayotganingizdan keyin siz albatta fe'lni o'tgan zamon shakliga o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Demak, 8-mashq o'quvchilar, bu yerda siz look at the illustrations from a news story. Demak, yangiliklar reportajidan berilgan rasmlarga e'tibor qaratasiz. What do you think happened? Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda nima sodir bo'lgan? Mana shu rasmlardan taxminiy hikoyani siz taxmin qilishingiz kerak. Birinchisida, demak, erkak metrodan tushib kelyapti. Bir bola oldiga chiqdi. U hamyoni va o'zini kostyumini beryapti.
4-da ular ovqatlanib o'tirishibdi va oxirgisida to'lov to'langan. Nima deb o'ylaysiz? Qanday hikoya bo'lishi mumkin bu yerda? Xo'p, o'quvchilar, demak sizlarni qiynab o'tirmayman va siz bu hikoyani qay tarzda bo'lganligini bu yerda listening tinglagan holda bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi o'quvchilar, siz quyidagi savollarga 9-mashqdagi savollar tuzish uchun so'zlar keltirilgan, lekin bular notartib ravishda joylashtirilgan so'zlar. Siz tartibda so'zlarni joylashtirib, to'g'ri so'roq gaplarni, ya'ni so'zlarni to'g'ri tartibda qo'ygan tarzda bajarib chiqishingiz lozim bo'ladi. Misol uchun birinchisi namuna sifatida keltirilgan. When happened it did. When did it happen? Ya'ni bu qachon sodir bo'ldi? Keyingisi o'quvchilar, keling birgalikda buni ham bajaramiz. Qolganini o'zingiz gaplarni, o'sha so'zlarini tartibma-tartib qo'yib, mukammal bir to'liq gapni tuzib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, where it happened did. Where did it happen? Ya'ni where did it happen? U qayerda sodir bo'ldi? Bilamizki, o'quvchilar, so'roq gap yasamoqchi bo'lsak, albatta ko'makchi fe'limiz egadan oldinga chiqadi. Bu umumiy so'roq gaplar uchun, ya'ni general questions yoki bo'lmasam yes no questions deb ham yuritiladi. Bu umumiy so'roq gaplar. Bizda yana special questions, ya'ni maxsus so'roq gaplar ham mavjud. Bular WH questions deb ham yuritiladi, ya'ni so'roq so'zlari yordamida tuzilgan so'roq gaplar. Agar so'roq so'zli gap tuzmoqchi bo'lsangiz, siz ya'ni special question tuzmoqchi bo'lsangiz, bu holda so'roq gapingiz eng boshida turadi hamisha. Shunga e'tiborli bo'ling. Birinchi so'roq so'z, undan keyin ko'makchi fe'l, ega va ikkinchi, ya'ni asosiy fe'limiz turadi. Undan keyin aniqlovchi, to'ldiruvchi hol ketma-ket joylashadi. Xuddi shu tarzda so'roq gap yasaladi, hurmatli o'quvchilar. Demak, mana shu qoidaga asoslangan holda siz gaplarni tugallab olishingiz kerak bo'ladi. Demak, o'quvchilar, reading skills, ya'ni 8-mavzuyimizni 3-qismini nihoyasiga ham yetib keldik. Reading skills, suggesting meaning from context. Bilamiz, biz ingliz tilida juda ham so'zlar ko'p. Har bir so'zni ham o'rganib, adog'iga yeta olmasligimiz mumkin. Chunki faktga asoslangan holda aytishim mumkinki, ingliz tilida bir kunda 80 mingga yaqin yangi so'zlar kirib kelar ekan. Xo'p, shunday ekan, biz hamma so'zlarni ham mana shu reading o'qiyotgan paytimizda, matnlarni o'qiyotgan paytimizda hamma so'zlarni ham bilmasligimiz mumkin. Shunday paytda bizga guessing texnikasi, ya'ni taxmin qilish, o'sha kontekstdan kelib chiqqan holda taxmin qilish, bizga notanish bo'lgan so'zning atrofidagi so'zlardan yoki gapdan yoki matncha bir abzasdan kelib chiqqan holda ham o'sha so'zga, o'sha so'zni demak tarjimasini taxmin qilishimiz mumkin bo'ladi. Shu texnikani o'rganib olamiz hozir bugun. Demak, when you don't know a word, look at the words next to it, but also at the whole sentence or paragraph. This helps you guess the meaning. Agar siz matnning ichida biror bir so'zni bilmay turgan bo'lsangiz, uning yon atrofidagi so'zlarga qarang yoki o'sha gapga e'tiborli bo'ling. Hattoki paragrafdan ham siz bilib olishingiz mumkin. Paragrafni o'qib chiqqandan keyin anglab olishingiz mumkin o'sha so'zni. Bu sizga o'sha so'zning ma'nosini demak, ma'nosini anglab olishga yordam beradi. Misol uchun, there are lots of people at the station because it was rush hour. Demak, bekatda juda ham ko'p odamlar bor edi, chunki bu qanday vaqt edi? Qanday vaqtda odamlar ko'p bo'ladi? Tig'iz payt. Ya'ni o'sha hamma jonlanadigan, hamma ishiga yoki uyiga boradigan yoki uyiga boradigan, ishiga boradigan yoki ishidan qaytadigan xuddi shunday holatlar. Demak, rush hour deb aytiladi. Biz bu rush degan so'zni qanday taxmin qilishimiz mumkin? Undan oldingi gapda, chunki aytilyapti, bekatda juda ham ko'p odamlar bor edi. Bu demak, tig'iz payt. Ma'nosini kelib chiqishiga biz o'sha taxmin qilishimizga yordam beradi. Hour refers to time. Demak, hour bu vaqtni bildiryapti. There are lots of people, so the station is busy. Rush hour, ya'ni busy time. Biz demak mana shu hour hamda there are lots of people so'zlariga e'tiborli bo'lsak, rush so'zini taxmin qilishimiz oson bo'lishi mumkinligi qoidada mana berilgan. Demak, read the first sentence from the story and answer the questions.
Birinchi gapni mana hikoyaning birinchi gapi berilgan bu yerda kichkina matncha, mana shuni o'qib turib, quyidagi uchala savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Birgalikda o'qib olamiz. Demak, in December 2013, a waiter at the French Quarter restaurant in West Hollywood got a huge tip. $7,000 on a $5 bill. Demak, 2013-yilning dekabrida bir ofitsiant fransuz restoranida, ya'ni g'arbiy Gollivudda joylashgan fransuz restoranida katta choychaqaga ega bo'ldi. Bu choychaqa $7,000 edi. Demak, xaridor o'zi 50 dollarlik choychaqa olgan. Demak, xaridor o'zi, mijozning o'zi 50 dollarlik narsa tanovul qilgan, lekin $7,000 choychaqa tashlab ketgan. Biz mana bu yerda ajratib ko'rsatilgan huge so'zini taxmin qilishimiz kerak edi, o'quvchilar. Men tarjima jarayonida sizga bilmasdan bexosdan aytib yuboribman. Xo'p, demak, buning ma'nosi huge, katta miqdorda degan ma'noni anglatadi. Birinchi savolimiz, what tip did the waiter receive? Ya'ni ofitsiant necha miqdordagi qanchalik choychaqaga ega bo'ldi. Keyingisi, what's a normal tip for a $50 bill in the USA? USA'da, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida $50 yeb ichilgan narsalar uchun necha dollarlik choychaqa bu odatiy choychaqa hisoblanadi. Va oxirgi savolimiz, what do you think the highlighted word means? Demak, mana bu yerda ajratib ko'rsatilgan so'zni ma'nosi nima deb o'ylaysiz? A small, kichkina, B very big, juda ham katta, C good, yaxshi. Demak, sizlar bilan bu so'zni ma'nosini bildik. Javobimiz B, very big. Lekin undan oldingi ikkita savolga o'quvchilar o'zingiz javoblarni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu matnda demak birinchi savolimizga javob berilgan. Ikkinchi savolimizning javobini biz oldingi ikkinchi mashqimizdagi matnchaning ichidan o'qib o'tgan edik. Ya'ni Amerikada odatiy choychaqalar tanovul qilganimiz, yeb ichganimizni 20 yoki 10% tashkil qiladi. Shunday ekan, $50 yeb ichilgan o'sha narsalarga biz odatiy choychaqa necha miqdorda deb hisoblashimiz mumkin? Buni o'zingiz yozib qo'yasiz, o'quvchilar. Ikkinchi mashqimiz, read the first two sentences of the story. Demak, bu yerda kichkina matnchani o'qiysiz, o'quvchilar. Katta matnchaning birinchi gaplari berilgan. Look at the words but, thought and a mistake. Demak, bu yerdagi but, thought and a mistake degan so'zlarga e'tiborli bo'ling. What does the highlighted phrase mean? Demak, ajratib ko'rsatilgan so'zning ma'nosi nima? Birgalikda o'qib olamiz. So'zning ma'nosini o'zingiz taxmin qilasiz. Birozdan keyin esa men javobni aytaman. Demak, in December 2013, a waiter at the French Quarter restaurant in West Hollywood got a huge tip, $7,000 on a $5 bill. But the waiter, Ron Kinney, aged 67, thought it was a mistake and threw away the bill. Demak, 2013-yilda fransuz restoranida, Gollivudning g'arbiy qismida joylashgan restoranda ofitsiant katta miqdordagi choychaqaga ega bo'ldi. Ya'ni mijoz $50 yeb ichgan, tanovul qilgan narsasi uchun $7,000 choychaqa tashlab ketgan. Ammo ofitsiant Ron Kenny, 67 yasharlik ofitsiant buni xato, ya'ni yanglishib tashlab ketilgan choychaqa deb o'yladi va chekni threw away. Mana shu so'zlardan but, thought and mistake so'zlaridan mana shu ajratib ko'rsatilgan so'zni taxmin qilishingiz kerak. Nima qilgan bo'lishi mumkin bu inson? Demak, o'quvchilar, javob threw away. Demak, threw away, bu yerda threw away, ya'ni throw away ni o'tgan zamon shaklida berilgan, otib yubormoq, tashlab yubormoq yoki irg'itmoq ma'nolariga ega bo'lgan so'z hisoblanadi. Demak, u inson bu yanglishib tashlab ketilgan choychaqa deb o'ylab, chekni otib yuborgan ekan. Tashlab yuborgan shunchaki. Xo'p, endi biz mana shu parcha matnchalarni to'liq shaklini 3-mashqimizda o'qiymiz.
Read the whole text, underline new words that you are not sure about. Matnchani o'qiymiz. Sizga notanish bo'lgan yangi so'zlarni tagiga chizib olasiz o'quvchilar. In December 2013, a waiter at the French Quarter restaurant in West Hollywood got a huge tip, $7,000 on a $550 bill. Demak, 2013-yilning dekabrida fransuz restorani, Gollivudning g'arbida joylashgan restoranda ishlovchi ofitsiant katta miqdordagi choychaqaga ega bo'ldi. Ya'ni unga tashlab ketildi. Mijoz $50lik tanovul qilgan ovqati uchun $7000 choychaqa tashlab ketdi. Ammo demak 67 yasharlik Ron Kenny ofitsiant buni yanglish tashlab ketilgan choychaqa deb o'ylab, o'sha chekni tashlab yubordi. He realized his mistake later when his friends told him about the fashion for leaving big tips. Demak, u o'zi qilgan xatosini birozdan keyin anglab yetdi. Qachonki, demak, unga do'sti bu narsa hozir ommalashganligi, katta miqdordagi choychaqani tashlab ketilishi ommalashganligini aytganidan keyin. Mr. Kenny hopes for a miracle. He wants to find the credit card receipt. Demak, Mr. Kenny, janob Kenny ofitsiant mo'jiza sodir bo'lishiga umid qilibdi. Demak, u kredit karta orqali to'langan chekni topishga harakat qilibdi. He's 67 now and he needs some money for his retirement. Demak, u hozir 67 yoshda va unga nafaqasi uchun pul kerak. Mana o'quvchilar, biz matnni o'qib oldik. Sizga notanish bo'lgan so'zlarni tagiga chizasiz va tarjimasini albatta yozib oling. Chunki biz mana shu butun matnchani tarjima qildik sizlar bilan birgalikda.